Assalomu alaykum aziz YouTube muxlislari. Matbuot va tanqid haqida aytmoqchiman. Ma'lumki, matbuotga bo'lgan munosabat hech kimni befarq qoldirmaydi. Uloviga yarasha tushovur deganlaridek, bugungi mavzuni Ostonova qutuldimi, tutuldimi deya nomladim. Ha shunday, Ostonova qutuldimi, tutuldimi? Barcha davrlarda tanqid jamiyatni oldinga boshlovchi kuch sifatida baholangan. Shunga qaramay tanqidga yov kabi munosabatda bo'lish, kek saqlash, dushmanlik nazari hamon davom etmoqda. Nazarimda tanqidga nisbatan bunday kayfiyat hech qachon to'xtamasa kerak. Shofirkondagi 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori Shahzoda Ostonovaning nomi matbuotda keng tarqaldi. Aytish mumkinki, tumanda hali birorta maktab direktori bunday shov-shuvga sabab bo'lmagan va faoliyati oshkor etilmagan. E'tiborli tomoni shundaki, direktor xonim matbuot hamda tanqidga mas'ullar bilan ochiqchasiga o'yin boshladi. O'zini ham, jamiyatni ham sinovdan o'tkazish niyatidan qaytmadi. Bu borada sezilarli g'oliblikka erishdi desa ham bo'ladi. Davom etaman. Adolat ko'zgusi huquqiy gazetasida ketma-ket e'lon qilingan felitonlar tezda gazetxonlar e'tiborini tortdi. Ammo botqoqqa botgan ta'lim maskani, loyihalangan muhit kabi tanqidiy dalillar yo'qlik qa'riga cho'kkani barchani ajablantirdi. Ota-onalar, soha faollarini junbushga keltirgan mavzu negadir rahbarlar e'tiboridan chetda qoldi. Shunday bo'lishi mumkinmi? Bugungacha ko'pchilikni aynan shu savol qiziqtiradi. Mavzu yuzasidan rasman kimlarga murojaat qilingan edi? O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova hamda Buxoro viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'i nomiga yo'llangan murojaatlar dom-daraksiz g'oyib bo'ldi. Yakka tartibdagi tadbirkor Hidoyat Ashurova bilan asossiz tortishib, tadbirkorning faoliyatiga sun'iy to'siqlar qo'yishga ahd qilgan maktab direktorining kirdikorlarini sanagan bilan tugamaydi. Qisqasi, direktor xonim shaxsiy manfaatini deb maktabdagi asosiy faoliyatini butkul unutdi. Shaxsiy manfaat barchasidan ustun keldi. Odob, axloq, tartib, davomat, madaniy, ma'rifiy ishlar kabi asosiy vazifalar chetga surildi. Cho'ntagi pulsirab, ko'ziga puldan boshqasi ko'rinmay qoldi. To'g'ri-da, dunyoni pul boshqaradigan zamonda puldan aziz, puldan qimmat narsa bormi? Lavozimi, haybati, otni hurkitadigan rahbarlarni o'z izmiga yuritgan direktor xonimga keksa bir muxbir bilan til topishish qiyin emas. Agar u istasa, astoydil kirishsa, buni eplaydi. Jurnalist deganning ko'zi adolatga emas, pulga tushsa o'zgaradi, yumshaydi. Direktor xonim shunday deb o'ylaydi. To'g'risi, tekshiraman, yozaman deganning qulfi kaliti uning qo'lida. Xohlasam ochaman, xohlasam yopaman. Ana uning ishongan aqidasi. Men bu dargohning avra aslarini ag'darib o'rgandim. Falonchi toza, salkam avliyo degan ham qo'lingga ko'z tikadi, qaraydi, oladi. Azizlar, Shofirkondagi 1-maktab direktori Shahzoda Ostonova haqidagi g'aroyib hikoyamiz uzoq davom etadi. Kutamiz. YouTube'da uchrashguncha xayr.